Qiyomatning katta alomatlari xususida olib borayotgan darsimizda davom etamiz. Dajjolning qiladigan ishlaridan yana bittasi u Madinaga kirmoqchi bo'ladi. Madina ahli Dajjolni Madinaning oldiga kelib turganligini ko'rib turadilar. Dajjol va u bilan birga bo'lganlar ham kuzatib turadilar. Mana aytdik, Dajjol keladida bitta oyog'ini ana shu Sabaha degan joyga qo'ygan paytda Madinada yer titraydi. Munofiqlar va fosiqlar, kofirlar Madinani tashlab Dajjol tomonga o'tib ketadilar. Shunda Nabiy sollallohu alayhi vasallamdan sahih hadislarda keladi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytadilarki, bir yigit Dajjolni ro'parasiga chiqib boradi. U odamlarning eng yaxshisi yoki yaxshilaridandir dedi Rasululloh sollallohu alayhi vasallam. Dajjolning oldiga kelgan paytda Dajjol unga seni Robbing ekanligimga menga guvohlik ber dedi. Haligi yigit sen Rasululloh sollallohu alayhi vasallam bizlarga xabar bergan Dajjol ekanligingga guvohlik beraman dedi. Shunda mana shu holat ana shu davrgacha insonlarga biz o'qiyotgan mana shu ilmlar meros bo'lib yetib borishligiga bir dalil bo'ladi. Dajjol uni fitnaga solib yonidagi kishilarga aytadiki, agar men buni hozir o'ldirib, qaytadan tiriltirib bersam, meni sizlarning Robbingiz ekanligimga shubha qilasizlarmi dedi. Atrofidagi kofirlar yo'q. Agar sen buni o'ldirib tiltiradigan bo'lsang, seni Robligingga shubha qilmaymiz dedi. Shunda yigitni ushlab turadi, yerga yotkizib urdiradi. Ya'ni kaltaklashadida, meni Robbim deysan deganda yigit rad javobini beradi. Shunda Dajjol buyuradi. Yigitni yerga o'tkazib, boshidan arra solib, ikkiga bo'lib tashashadi. Ikkiga bo'lingan jasadini ikki chekkaga qo'yib, o'rtasidan Dajjol shunda yurib o'tadi. Yurib o'tadi-da, butun musulmonlar ham bu narsani, kofirlar ham kuzatib turadi. Dajjol bu ikki qismning o'rtasidan o'tib bo'lganidan keyin tur o'rningdan deb buyuradi. Shunda bir ajib bir holat yuz beradiki, ana bu ikkiga bo'lingan qismlar harakatlanib, biri ikkinchisiga yopishib, yigit tirik holatda tikka turadi. Shunda yigitga qarab turib, "Meni Robbim" deb ayt dedi. Yigit aytadiki, "Seni Dajjol ekanligingga yanada iymonim ziyoda bo'ldi. Ey insonlar, bu bizlarga Rasululloh sollallohu alayhi vasallam xabar bergan Dajjoldir. Endi u mendan keyin hech kimni o'ldirishga va tiriltirishga qodir bo'lmaydi" dedi. Shunda Dajjol uni o'ldirmoqchi bo'lib qo'lidagi qilich bilan bo'yniga urganida Nabiy sollallohu alayhi vasallam aytadilar, Alloh uni bo'ynini misdan qilib qo'yadi. Ya'ni qilichni har qancha urmasin, qilich u yigitni bo'yniga o'tmaydi. Dajjol mana shu joydan omid bo'ladi, Shomga qaytib ketadi. Mana shu vaqtda qiyomatning eng katta alomatlaridan, ajiblaridan Iso Masih alayhissalomning osmondan tushib kelishligi boshlanadi. Alloh taolo Qur'oni Karimda Iso alayhissalom haqida aytadi. Nasroniylar Isoni, yahudiylar o'ldirdi deyshadi. Lekin Iso alayhissalom o'lgan emas. Astagfirullah, "Va ma qataluhu va ma salabuhu, walakin shubbiha lahum, va innal ladina ikhtalafu fihi la fi shakkin minhu, ma lahum bihi min ilm illa ittiba'adh dhann, va ma qataluhu yaqina." Holbuki ular uni o'ldirganlari ham, osganlari ham yo'q. Faqat ular uchun boshqa birov Isoga o'xshatib qo'yildi xolos. Ya'ni Iso alayhisalomni tutishlik uchun askarlar kelgan paytda Iso alayhisalomni Alloh taolo osmonga ko'targan bo'ladi. Va mana shu 12 ta havoriysining ichidan eng yoshi o'zini ixtiyori bilan 3 marta men deb chiqqan paytda Iso alayhisalomning shakliga o'tib qoladi. Mana Iso alayhisalom qissasida eshitganmiz. Iso alayhisalom osmonga ko'tariladigan kunda o'zini 12 ta havoriysining oldiga g'usl qilgan holatda chiqadi. Ya'ni chiqqan paytda sochlaridan suv tomchilari tomib turadi. Ularga qarab turib, "Kiminglar xohlaysizlar? Meni shaklimga o'xshab qolishligida va meni o'rnimga olib chiqib o'ldirishliklarini." Yana bitta odam men desa, menga o'xshab qoladida, meni o'rnimga olib chiqib o'ldiradi ular deydi. Shunda mana shu 12 ta kishidan eng yoshi chiqib men deydi. "Yo'q" deb o'tkazadi. "Kim?" deb so'raganda, 3 marta so'raganda ham shu yigit turadi. Shunda "Ha, sen" deyishligi bilan Iso alayhisolamning shakli unga o'tadi. Iso alayhisalom sahih hadislarda keladi, osmonga ko'tarilib ketganidan keyin askarlar keladida, Isoga o'xshagan yigitni olib chiqib ketib, osib o'ldirishadi. Va ular biz Isoni o'ldirdik, xochga ildik dedilar. Alloh taolo aytadiki, holbuki ular uni o'ldirganlari ham, osganlari ham yo'q. Faqat ular uchun boshqa birov Isoga o'xshatib qo'yildi xolos. Albatta Iso haqida talashib tortishgan kimsalar, uning o'ldirilgani, o'ldirilmagani haqida shubhada qolganlar. U haqida faqat gumonga boradilar. Xolos, uni o'ldirmaganlari aniqdir. Bal rafa'ahullohu ilayh. Balki Alloh uni o'zining huzuriga ko'targandir. Alloh qudrat va hikmat egasi bo'lgan zot. Hali ham nasroniylarda mana shu gumon bor. Isoni 12 ta havorisi bo'lsa, ular kirgan paytda 12 ta odamning bittasi Isoga aylanib qoldi. Shakl suratiga.
Isoning suratiga kirib qoldi. 11 ta qoldi. Agar bu 11 tasi bu haqiqiy Iso bo'lsa, 12-havoriy qani deyiladi. Ya'ni ular Isoni aniq o'ldirmaganligiga o'zlari ham ishonadi. Shubhada ekanligini o'zlari ham biladi. Alloh taolo quyida oyatda o'ldirgani ham yo'q, xochga ham ilgani yo'q deydi. Iso alayhisalom tirik. Alloh taoloning huzurida. Mana shu alomatlar zohir bo'lgan paytda albatta bu tushadi. Siz bilan bizni e'tiqodimizning bir qismi bu. Bunda shubha bo'lmaydi. Alloh taolo Iso haqida aytadi: "Va innahu la'ilmun lis-sa'a." Albatta Iso qiyomat soat haqidagi bilim alomatdir. Bas sizlar u soat haqida hargiz shubha shak qilmangiz. Zuhruf surasi 61-oyat. Boshqa oyatda Alloh taolo aytadi: "Va in min ahlil kitabi illa la yu'minanna bihi qabla mawtihi va yawmal qiyamati yakunu alayhim shahida." Har bir ahli kitob o'limi oldidan unga, ya'ni Isoga albatta iymon keltirur. Qiyomat kunida esa u bularning zarariga guvoh bo'lur. Demak, Iso alayhisolamning tushishligi haqida shubha qilib bo'lmaydi. Shubha qilgan odam mana shu oyatlar haqida shubha qilayotgan bo'ladi. Iymondan ajrab qoladi. Iso alayhisolam tushishligi haq. Alloh taoloning sarih oyatlari bilan sobit bo'lgan. Dajjal Shomga qarab ketdi. Sahih hadislarda keltiriladi, fitna avj olib turgan paytida, Dajjalning fitnasi avj olib turgan paytda Rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytadilar, Damashqdagi masjidning sharqiy tomonidagi oq minora oldiga Iso ibn Maryam tushadi. Dajjal yer yuzi bo'ylab aylanib yurar ekan. So'ngra musulmonlar, Damashqda qolgan musulmonlar va ba'zi rivoyatlarda mana Imomi Mahdiy boshchiligidagi musulmonlar Damashqqa to'planib, qo'rg'onlarga berkinib, Dajjalga qarshi urushlikka tayyorgarlik ko'rib turishadi. Dajjal Madinadan qaytib Damashqqa boradi. Ana shu Imom Mahdiy boshchiligidagi rivoyatlarga ko'ra musulmonlar yashinib turgan qo'rg'onga o'zini askari bilan kelib urushlikka turadi. Musulmonlar tong otganda Dajjal va uni yordamchi bo'lgan yahudiylar bilan jang qilamiz deb tayyorlanib turar ekanlar, kechasi takbir aytib qolmadi. Shunda ular shunday qaraganlarida osmondan Iso alayhisalom tushib kelayotganligini ko'rishadi. Nabiy sollallohu alayhi vasallam Iso alayhisalom tushishligini tasvirlab shunday aytadilar: "Men va Iso oramizda nabiy bo'lmaydi. U albatta tushguvchidir. Uni ko'rsangiz taniysiz. O'rta bo'ylik, oq qizil yuzlik, ikki ko'ylak kiygan holda, boshi ho'l bo'lmasa ham sochlaridan suv tomgandek tushib keladi." Ya'ni daqiq vasf, nozik joylargacha tushuntirib beryapti. Qachon tushadi? Musulmonlar Damashqdagi hollarida. Mana aytdik, hadisda Dajjal bilan birga yahudiylardan 70 mingtasi ergashadi deb aytdik. Bular mana shunday jangga tayyorgarlik ko'rib turgan paytda osmondan tushib keladi. Sahih hadislarda keladi, ular saf tortib tayyorgarlik ko'rib turgan paytda bomdod namozi vaqtida takbir aytilinadi. Ularning imomi eng yaxshisi bo'ladi, mana Mahdiy deb aytgan bo'ldik. Qiyomat qoyim bo'lgunicha ummatimdan bir toifasi haqda turib, Iso ibn Maryam tushgunicha jang qiladilar. Ularning imomi tushganidan keyin Isoga keling bizga namozga o'ting deydi. Ya'ni Iso alayhisalom Damashqdagi katta masjidni sharqiy minorasini oldiga ikkita farishtaning qanotiga qo'lini qo'ygan holatda tushib keladi. Iso alayhisalomga imomga o'ting deganlarida Iso yo'q. Siz bir-birlaringizga amirsizlar. Allohning bu ummatga bergan ikromi deydi. Ya'ni Iso alayhisalom payg'ambar bo'lgan, ruhulloh bo'lgan Iso alayhisalom musulmonlarni imomini orqasidan ma'mun bo'lib namoz o'qiydi. Bu Alloh taolo ummati Muhammadiyaga bergan fazildir. Nabiy sollallohu alayhi vasallam Iso haqida aytadilar: "Uning hidi xushbo'y bo'ladi. Uning hidini hidlagan har bir kofir o'ladi. Uning hidi ko'zi yetganchalik masofaga yetib boradi." Dajjal va kofirlar Iso alayhisalomni osmondan tushib kelayotganini ko'rganlarida orqalariga qarab qochib qoladilar. Iso ibn Maryam Dajjalni quvib Lut shahri oldiga borganda yetib boradi. Ba'zi rivoyatlarda Baytul Maqdisdagi Lut degan eshigini oldida deb aytilgan. Allohning dushmani Isoni ko'rishligi bilan xuddi tuz erigandek erishdi boshlaydi. Rasululloh aytadilar, agar Iso uni o'ldirmasdan tek qo'yganida erib o'lib ketardi. Lekin Iso nayzani oladida erib bo'lguncha uni tanasiga urib qonlar chiqaradi. Mana shu bilan u o'ladi. Nabiy sollallohu alayhi vasallam aytadilar. So'ngra Iso aytadi: "Alloh o'lmaydi, lekin bu o'ldi." Nima deganida? Men Allohman deb da'vo qilar edi bu. So'ngra bu fitna tugagandan keyin, Dajjal fitnasini Iso alayhisalom nihoyasiga yetkazganidan keyin, mana shu fitnaga uchrab sobit turgan mu'minlarga ro'baro bo'lib, bu fitnaga uchragan kishilarning yuzlarini silaydi,
ularga taskin beradi va ularning jannati ekanligini, jannatdagi darajalar haqida gapirib beradi. Dajjal fitnasi sobit turganlarga jannat bor. Iso alayhissalom yer yuzini hukm qilishlikni o'zini qo'liga oladi. Imom Buxoriy va Muslim sahihlarida keltirgan hadisda Rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytadilar: "Jonim qo'lida bo'lgan zotga qasamki, Iso ibn Maryam sizning huzuringizga odil hakam bo'lib tushadi. Endi qiladigan ishlari xochni sindiradi. Ya'ni nasroniylik belgisi tugaydi. Ya'ni krestni yo'q qiladi. To'ng'izni o'ldiradi. Dajjolni o'ldiradi hamda jizyani bekor qiladi. Mana shu 4 ta ish Iso alayhissalom qiladigan ishlar. Ya'ni jizya berib islom yurtida boshqa dinda yashagan kishilar jizya berib zimmiylar deyiladi, yashagan. Lekin Iso alayhissalom tushgandan keyin islomdan boshqa dinni yer yuzida qo'ymaydi deb aytadi. Nabiy sollallohu alayhi vasallam aytadilar: "Isobatani min ummati ahrazahumullohu minan nar." Meni ummatimdan 2 toifa bandani, 2 toifa kishini Alloh taolo do'zaxdan saqladi. Ularning birinchisi Hindga g'azo qilgan jamoani, ya'ni Muhammad ibn al-Qosim ismli kishi 18 yoshli yigit Hindni birinchi marta fath qilgan amir bo'ladi. Mana shu kishilarni, mana shu Hindga g'azot qilgan kishilarni Alloh taolo jahannamga yuzlarini harom qiladi hamda Iso ibn Maryam bilan Yajuj Majuj qissasida sobit turgan kishilarni dedi Nabiy sollallohu alayhi vasallam. Iso alayhissalom mana shunday bir ishlarni qilib turgan paytda ana shu qiyomatning yana bir dahshatli alomatlaridan keyingisi zohir bo'ladi. Mana aytganmiz, qiyomatning mayda-kichik alomatlarini birini ikkinchisiga bog'liq joyi yo'q. Orada yillar o'tadi, bir ikkinchisi hargiz bog'liq bo'lmaydi. Lekin oxir zamonning katta alomatlari birinchisi zohir bo'lishligi bilan undan keyin payda-pay keyingilari bostirib keladi. Va keyingi kelayotgan fitna birinchisidan ko'ra kattaroq bo'ladi. Iso alayhissalom mana shu ishlarni qiladi. Xochni sindiradi, dajjolni o'ldiradi, to'ng'izni o'ldiradi hamda jizyani bekor qiladi. Odamlarning orasida yaxshilik ziyoda bo'ladi. Mana shunday bir chiroyli holatda hayot davom etib ketayotgan paytda juda bir xatarli ishlarning biri boshlanadi. Iso alayhissalomga shunday vahiy keladi. Ularni yengishga hech kimning quvvati yetmaydigan bir qavmni Alloh yuborganligi haqida Iso ibn